Bu sharoitda qush boqib oyiga 30-40 million so'm pul topishda imkoniyati bo'ldi. Hozirgi paytda biz o'zimiz xonadonda turibman. Sizlarga ozgina obzor olib berishni lozim deb bildim. Nimaga? Qush boqayotganingizda mana bu yerdan boshlab bu yergacha hozir 30 juft qushimiz bor. Bu tomonda esa 21 juft bor. Jam bo'lib 51 juft qushimiz bor. Farazan qiling. Bitta qush bo'lmadi deganda 2 juft ishlaganda, 1 juft ishlaganda ham 100 ming, 120 ming so'm atrofida bo'ladi. Bu video yoqayotgan bo'lsa, bitta like bosib, kommentariyaga uzoqlashib belgilab ketsangiz, Rossiyada ishlayotgan yurtdoshlarimiz, boshqalarda ishlayotganlar qanaqa qilib pul to'plasam bo'ladi, bag'aga qanaqa qilib shu ishlayotgan daromadimni manbaida joyga baylasam bo'ladimi deydiganlarga zo'r video bo'ladigan umiddaman. Xo'p, qarang. Bitta qushimiz 250 mingdan 350 ming, 400 ming, 500 minggacha pataloy bo'ladi. Uy sharoitida biz hozir podvalda boqyapmiz buni. Xo'p, keling, men sizga narsa ko'rsataman. Xo'p. Bir dona qushni ichini ko'rsataylik bolasini. Xo'p, hozir. Prinsessa chiqibdi-chi? Hazırlashlayman, prinsessada. Xo'p. Bu qushimiz hozir ishlayapti. Mo sariqni o'zimiz qo'shib qo'yganmiz. Donasi kasal bo'lib qolganda boqida qushda nima afzalligi bor desiz, boqib ketaveradi mana. Qarang. Mashallah, best like bosib qo'ying, sizdan chiqmasin. Qarang. Iloyim ko'z tegmasin. Mana shu bitta o'zi gnezdo deyiladi. Qutini ichida 5 ta qush o'zini qushi mana. Bu bolasi ham bor, bir dona. O'zi 5 ta, mana qo'shib 6 ta. Bu degani mana shu gnezdo, mana shu qopqoq ichida 450 mingdan 500 minggacha pul turibdi degani bu. Faqat bunga mehnatini nima, kunda kunora qarab, suvdan, donadan mana suvlarni ko'ring. Kunda almashadi, yana qarab ham turishingiz kerak suvga. Keyin dona mana, kunda bola boqayotgan dona to'la turish kerak. Hozirgi paytda O'zbekistonda juda ham qush sohasi rivojlanib ketdi. Xabarlaring bor, o'z ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'payib ketdi. Qush desa hamma boqiydigan ketyapti. Lekin to'g'ri boqishni o'rganishga biz hozirlar. Qarang, bugungi kunda salat beramiz. Salat qanaqa bo'ladi? Men operator menga berib turing. Qarang. Bu salatga qo'shilgan, o salatga qo'shgan biz yerga o'z idishga berishimiz kerak. Biz idishimiz yo'qligi uchun yerga beryapmiz. Qizilcha, so'zi, ko'kat, ozgina keyin tuxumni oqini qirg'ichdan chiqarib, hammasiga berib chiqyapmiz hozirgi paytda. Xo'p, qushlarimiz podvalda ishlayapti, yaxshi, alhamdulillah. Salqin bo'lishi kerak. Mana bolalari. Qarang. Uni bolasi ham motivasiya bolasi, mashallah. Olib chiqishni boshlagan, o'z bolasini olib chiqib, donni yeyishini ko'rasiz, keyin hisoblashasiz. Bulardan emas. Bitta valerimiz bu maladoylarga. Mana. Rossiyada ishlab pulimizni to'plamayapman deydiganlarga zo'r taklif. Nimaga? Qush boqasiz. Masalan qarang. 400 mingdan hisoblaylik. Masalan 400 mingdan hisoblasa 30 juft qush 12 million so'm, $1000 pul bo'lar ekan. $1000 pulni bo'lmadi deganda 40 kunda chiqarib olasiz xohlasa. Agar qushlar zo'r ishlab berib, qarovlarni zo'r qilib berib, kunda kunora salatlarni berib, yana bitta narsasi bor mana. Kecha olib keldik. Mana qarang. Bas nimaga ishlaydi deydiganlarga bas bitini, ya'ni gnezdo ichida bit paydo bo'lib qolsa, ertaga bolaga bit chiqsa qiyin bo'ladi. Xo'p, mo vitaminlarimiz, o'chkach yozuvi. Mo grippiga qarang. Yana nimalarga kerak bo'ladi? Xo'p, mo o'zini yana bir dorisi. Mo ham grippiga dori bor bermasangiz, ertaga qiynaladi. Mana bu mol dori aptekalarga, vet aptekalarga kirsangiz, qushlaringiz
tukuni to'kib yuborishi mumkin, tukuni yeb qo'yishi, o'zini patini yeb qo'yishi mumkin. O'shanaqa qarash mana bu qushimiz xuddi o'sha holatga kelib qoldi. Ha, yutqizishlar ham bo'ladi bu qushni. Mana shu qushimiz qarang, patlari siyraylashib, o'zini patini o'zi yeb qo'ygan. Kasallik bu ham. Yaxshi qarash kerak qushga. Qarang, quvvati ham yo'q. O'zi katta qush, ya'ni oldin bola bergan, lekin hozir uchgani quvvati yo'q qushda. Nima qarang. Ko'ryapsizmi, tepaga chiqolmayapti uch. O'shuning uchun hozirgi paytda bizda 51 juftdan bitta, ikkita, uchta, to'rtta ishlamayotgan bo'lsa, ba'zi 3 ta ham ishlamayapti. 51 juftdan 6 juftmi, 7 juft qushimiz ishlamayapti. Alloh biladi, uni ishlamasligini ham biz bir narsa deyolmaymiz. Agar video yoqayotgan bo'lsa, like bosib qo'ying. Qapas zo'r chiqqan ekan, like bosib qo'yasiz degan umiddaman. O'zi asli biz umra sohasida ish qilamiz. Yurtdoshlarimiz ham o'zlari juda yaxshi bilishadi. Biz umra sohasida ancha yildan beri ishlaymiz. Lekin shu qushda ham necha ozgina faoliyatimiz bor. Alhamdulillah. Sizlarga nasib qilsin. Video yoqayotgan bo'lsa, like bosib qo'ying. Xo'p, qushlarimizni bir qator azor qilib beramiz sizga. Ko'rib maza qiling. Xo'p, qafaslarimiz 50 bo'lgan, uzuni 60 bo'lgan. O'zi 60 ga 60 qilganingiz zo'r. Chunki men joydan ekonom qilgan holatda ozgina nima qilganman, kichikroq qilganman. Video yoqayotgan bo'lsa, like bosib qo'yasiz degan umiddaman, chunki sizga manfaatli bo'lishi uchun, bu video ko'proq insonga tarqalishi uchun olyapmiz, Xudo xolasa. Qiziqishi oson. İnsanlarda qushga bo'lgan muhabbat bo'lsin. Shu qushni o'zimiz rivojlantirsak, inshaalloh juda yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Xo'p, endi pastga qushlar ko'rsatamiz. Yo'q, qo'yasizlar, inshaalloh sizga ham nasib qilsin. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, vaqtlaringizga rozi bo'lasiz degan umiddaman. Inshaalloh duo qo'ying. Sizga ham qush boqadigan bo'lsa, shunaqa ishlatib, shunaqangi joylar qilish nasib qilsin. Agar Rossiyadagi fuqarolar ishlayotgan do'stlarimiz bo'ladigan bo'lsa, pulimni qanaqa to'playman deydigan bo'lsa, sizga bu imkoniyat, bu tushuncha, o'zingiz boqing. Oila farzandlariga o'rgatib qo'ysiz, inshaalloh juda ham farzandlaringiz maza qiladi, ham dunyoga bo'lgan tushunchasi ham oshib ketadi. Nima? Hayvon boqqan oilada tushuncha zo'r bo'ladi. Vaqtlaringizga rozi bo'lib qo'yasizlar. Rahmat hammalaringizga. Alloh taolo rozi bo'lsin. Bu ko'rilgan vaqt uchun Alloh taolo ajr bersin ilohim. Shuni so'rab qolamiz. Salomat bo'ling. Mana bir-birini ovqatlantirib ham qo'yadi.